Bugun sizlar bilan juda ham oson bo'lgan sinus minus alfa, kosinus minus alfa, tangens minus alfa va kotangens minus alfa haqida gaplashamiz. Juda ham oson mavzu. Agar mana shu joyda minuslar bo'lmaganda u soat strelkasiga teskari tartibda gradusga burilamidi yoki to'g'ri tartibdamidi? Soat strelkasiga teskari bo'lardi agar, to'g'rimi? Birinchi metoddan sizlarga ham yozib olaman. Sinus alfani birlik aylanada chizib oladigan bo'lsam, sinusim birinchi bilan ikkinchi chorakda musbat, 3 bilan 4 da manfiy, to'g'rimi? Kosinus alfani yozadigan bo'lsam, 1 bilan 4 da musbat, mana unda nima edi? Manfiy edi. Tangensni yozadigan bo'lsam nima bo'lardi? Tangens alfa barobar shart emas. Bunday bo'ladi. Manet bilan bu yerda musbat, bu bilan bu da manfiy edi. Kotangenschi? Bu ham xuddi shunaqa edi. Musbat, minus, edi. To'g'rimi? Bir xil edi. Endi hop, bitta narsani tushuntiramiz. Agar misol konkret qiymatlarni berib ketgan bo'lsa, mana misol uchun minus 180 deydigan bo'lsa, manetdan turib bu soat strelkasi bo'lib 180 gradusga yurishini bilasizlar, to'g'rimi? Minus 120 desa ham, bu yerda turasizlar, bu yoqda minus 120 yurib qo'yasizlar. Lekin minus alfani o'zini berib qo'ygan bo'lsa-chi, graduslarni bermasdan minus bunchaga yur desa, aniq sizga gradus qiymatini bermagan bo'lsa, qanday hisoblaymiz desa, bitta narsani mana tushuninglar, mana qarab turinglar. Yozib bitta formulasi bor xolos mana. Sinus minus alfa barobar minus sinus alfa. Kosinus minus alfa barobar kosinus alfa. Tangens minus alfa barobar minus tangens alfa. Kotangens minus alfa barobar minus kotangens alfa. Hop, nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bunday minuslarni yo'qib ketdi bittasini nimaga oldiga chiqarib qo'yapmiz desa, mana tasavvur qilinglar. Minus alfa degani manetdan turib minus alfa u odatda 0 bilan 90 orasida gradusni beradi. Misol uchun minus 30, minus 60, minus 50 deb beradi. Mana bu o'zi beradi, ha. Mana shu chorakda o'zi orqaga yurib qo'yadigan. Sinus 4-chorakda qanaqa ishorasi? Shuning uchun oldiga minus chiqyapti. Kosinusga manetda turadi, minus yur deyapti, bu yoqqa tushyapti, yana 4-chorak. Musbat, shuning uchun oldiga hech narsa ishora chiqmadi. Mana bunda tangensda manetda turadi, orqaga yuryapti, manfiy, bu ham manfiy. Shuning uchun bularda manfiy chiqdi. Bitta kosinusda qanaqa chiqdi? Musbat chiqdi. Bundan xulosa mana bu hammasi toq funksiya, mana bunisi juft funksiya. Shuning uchun shunaqa chiqadi. Ya'ni juft funksiya bo'lgani uchun yutib oladi. Bu toq funksiya, bu ham toq. Mana bu ham toq. Mana bunisi esa juft funksiya bo'ladi. Bo'ldi, o'zi shu xolos mavzu. Mavzuning mohiyati shu xolos, 4 dan 5 ta misoli bor. Mana misol uchun, misollarda ko'radigan bo'lsak, 4715 da aytayaptiki, ikkita sinus minus pi taqsim 6 kosinus minus pi taqsim 6 plus sinus kvadrat minus pi taqsim 4 mana shuni hisoblang deyapti. Endi yaxshilab qarab turinglar. 2 turibdi. Buni hech narsaga aloqasi yo'q. O'sha 2 ni yozaman. Ko'paytirib sinus minus pi taqsim 6. Birinchi bu minusini sinus toq funksiya, shuning uchun oldiga minus chiqishi aniq javobida. Pi taqsim 6 degani 30 gradus. Sinus 30 dan nechiga teng? 1 taqsim 2. Ko'paytirib mana kosinus juft funksiya mana minusni yevoradi. Ya'ni yo'q ketib javob musbat chiqadi mana. Kosinus 30 gradusda pi taqsim 6 da ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Qo'shuv sinus toq mana minus chiqishi kerak, lekin darajasi juftligi hisobiga o'sha minus baribir yana plus bo'lib ketadi. Pi taqsim 4 da ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Mana buni kvadratga oshirsam, bu degani 2 taqsim 4 degan javob bo'lib qoladi. Ya'ni ildiz ostida 2 ni kvadrati 2, mahrajda 2 ni kvadrati 4 bo'ladi. Shunda mana 2 bilan mana 2 ni qisqartirib yuborsam, qarang. Minusni buni ko'paytirsam, minus ildiz ostida 3 taqsim 2 plus mana bilan buni 2 ga qisqartirsam 1 taqsim 2 bo'ladi. Mahrajlari bir xil bo'lsa o'zini yozaman-da. Minus ildiz ostida 3 plus 1 degan javob bo'ladi. Oxirgi javob shu. Xo'p,
Endi sizlarni qiynashlari mumkin bo'lgan savollardan bittasi yana. Javob? Ha, o'rinni almashtirib qo'ygan, javob sizda bo'ladi. Yana qiynashi mumkin bo'lgan savollardan bittasi 4719 dan ko'rib beraman. 4719. O'zi osoni bu. Tangens minus alfa ko'paytirib kosinus alfa plus sinus alfa. Mana shuni hisoblang deyapti. Birinchi, tangens minus bo'lsa, oldiga nima chiqib qoladi? Toq bo'lgani uchun minusda chiqadi. Ya'ni bunday bo'ladi. Minus tangens alfa ko'paytirib kosinus alfa plus sinus alfa bo'ladi. Tangens alfani minus tursin, sinus alfa taqsim kosinus alfa deb yozaman. Ko'paytirib kosinus alfa plus sinus alfa. Kosinus bilan kosinus qisqaradi. Minus sinus alfaga sinus alfani qo'shsam, javob 0 chiqadi. Xo'p, yana qiynashimga 4720. Qolgan keyin o'zingizlar ishlaysizlar. Kosinus minus alfa plus sinus minus alfa taqsim kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Xo'p, kosinus juft funksiya bo'lgani uchun mana minusni yevoradi, o'zi chiqadi. Kosinus alfa. Mana sinus toq bo'lgani uchun bu minus oldiga chiqib qoladi. Minus sinus alfa bo'ladi. Taqsim mana qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra 2 ga ajraydi. Kosinus alfa minus sinus alfa. O'rta plus bo'lganda. Kosinus alfa plus sinus alfa. Mana bu bilan bu qisqarib ketsa, javob 1 taqsim kosinus alfa plus sinus alfa degan javob qoladi. Javob C. Yo, o'rtasi plus bo'lganda 1 bo'lardi. Mana yerda kvadratlari bo'lganda 1 bo'lardi. O'zi bo'lsa o'zi qoladi-ku. Bo'ldi shu. Qo'shish formulalari. Ha, bu nima? Qo'sh formulalar. O'zim yerda formulasini berib qo'ygan, men yozib ketaman. Sinus alfa plus beta. Bu sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Buni yodlab olish shart emas. Ko'p-ko'p ishlasang ham o'z esda qolib ketadi. Mana shu 6 ta formula bilan hammasi chiqadi. 6 ta emas, 2 ta, 2 ta 8 ta ekan. Sinus alfa minus beta bo'lsa, sinus alfa kosinus beta o'rtasi minus bo'ladi xolos. Minus kosinus alfa sinus beta. Hozir buni nimaga kerakligini ham tushuntirib beraman. Keyingisi kosinusda. Kosinus alfa plus beta bo'lsa, bu kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Mana qarangda, sinusda o'rtasi plus bo'lganda bu ham plus bo'ldi. Mana sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta bo'lib ketdi. Minus bo'lsa minus bo'ldi. Endi kosinusda teskarisi, o'rtasi plus bo'lsa bu yog'i minus bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Keyingisini yozamiz. Kosinus alfa minus beta bo'lsa, kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta. Keyingisi tangens alfa plus beta bo'lsa, bu tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa tangens beta. Keyingisi minusli bo'lsa, mana o'rni almashadi xolos. Xo'p, tangens alfa minus beta bo'lsa barobar tangens alfa minus tangens beta taqsim 1 plus tangens alfa tangens beta. Keyingisi katangens oxirgisi qoldi. Katangens alfa plus beta bo'lsa barobar kasr sig'insa, katangens alfa ko'paytirib katangens beta. Birinchisi plus bo'lganda minus 1 taqsim katangens alfa plus katangens beta. Katangens alfa plus minusli qoldi. Minus katangens beta kechirasizlar. Ishora o'zgaradi xolos. Katangens alfa katangens beta plus 1 taqsim katangens alfa minus katangens beta. Mana shu formulada foydalanadi. Endi savol tug'iladi, ustoz, nimaga kerak o'zi bu? Uni nimaga ishlatamiz desa, shunaqa savol keladigan bo'lsa, mana misol uchun bitta savolda aytayapti. Kosinus 135 gradus necha deyapti. Kosinus 135 gradus bilan bilamanmi qiymatini? Yozdirganmanmi? Yo'q-a.
Lekin shuni mana bunaqa yozsam bo'ladimi? Kosinus 90 plus 45 desam bo'ladimi? To'g'rimi? Kosinus 90 plus 45 desam bo'ladi. 90 plus 45 ni mana shuni mana kosinuslar yig'indisiga qo'yib yuborsam bo'ladimi keyin formulaga? Qarang, nima bo'ladi mana? Kosinus 90 kosinus 45 minus bo'ladi. O'rta plus bo'lsa kosinus minus bo'ladi. Minus sinus 90 sinus 45 barobar. Kosinus 90 da nimaga teng? 0. 0 kare bu kosinus 45 da ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng. Minus sinus 90 da 1 ga teng. 1 kare sinus 45 da ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng. Mana 0 ko'payganda 0 bo'lib ketadi. 0 dan 1 kare shuni o'zi ayirasam javob minus ildiz osti 2 taqsim 2 ni o'zi qoladi. Tushundilarmi? Nimaga kerakligini? Yana birortasini ko'rsataman. 4727 mana misol uchun kosinus 210 ni top deyapti. Kosinus 210 top deyapti. Xo'p, kosinus 210 topmoqchi bo'lsam, buni mana bunaqa yozsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Kosinus 90 plus necha deb yozsam bo'ladi? 120. To'g'rimi? Demak, kosinus kelsa iloji boricha 90 ga keltiringlar. Chunki qisqasi ham bo'ladi. 90 plus 120 qilaman. Shunda yana o'sha o'rtasi plusli ekan, mana formulaga tushadi. Bu degani kosinus 90 ko'paytiruv kosinus 120 minus sinus 90 ko'paytiruv sinus 120. Kosinus 90 0 bo'lgani uchun mana bu ko'paytmam 0 bo'lib ketadi. Qizig'i yo'q. Sinus 90 1 ga teng. Shuning uchun 0 minus sinus 120 bo'lib qoladi. Shuning uchun oldiga minus sinus 120 qoladi. Endi sinus 120 ni yana minus sinus 90 plus 30 desam bo'ladi. Barobar. Minus sinus qavsga olib qo'yaman, chunki bu minus hammasiga tegishli bo'ladi. Sinus 90 kosinus 30 mana sinus alfa kosinus alfa plus kosinus 90 sinus 30 barobar. Minus turibdi. Sinus 90 1 ga teng, kosinus 30 ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Kosinus 90 0 ga teng, shuning uchun bu yoq 0 bo'lib ketadi. Javob minus ildiz osti 3 taqsim 2 degan javob chiqadi. Hozircha mana shu qo'shish formulasini nima qilib ozgina qiynalib turaveringlar. Mana uni bunaqa qilib ishlamaydi, osonroq joyi bor hali. Bundan keyingi mavzuda buni sal osonlashtiradigan holat bo'ladi. Bitta shu ishlaring sal ko'payadi. Boshda chalkash holati bo'ladi, lekin unaqa qiyin narsa emas. Oson o'rganib ketasizlar. Mana misol uchun mana bu joylardan bizga qo'l keladi-da. Mana 4731 ga qaranglarda. Formulani bilganlaring. Mana sinus 73 ko'paytiruv kosinus 13 minus sinus 13 ko'paytiruv kosinus 73. Qarang. Sinus alfa kosinus beta kosinus alfa yoki mana sinus alfa kosinus beta kosinus alfa bo'lsa bu mana unga tushyapti, mana minusligiga. To'g'rimi? Bu degani sinus 73 minus 13 degani. Bu degani sinus necha degani? 60 degani. Bu ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Bo'ldi.